Men sevgan, yaxshi ko'rgan tonalka Huda Beauty'niki yuz va bir yigirma rangini ishlataman. Bittasi ochiq, bittasi to'qroq qizlarjonlar. Men o'zi bu tonalkani mana hozir bez bazasiz ishlatyapman. O'zini bazasi bilan ishlatsanglar, ishoninglar, bu tonalkadan zo'rini topolmaysizlar. Qaranglar. Birinchidan yaxshi yotadi. Вот. Yopadi ham va yuzingizda bor yo'ligi вообще bilinmaydi. Lekin nedostatkani zo'r yopadi. Qaranglar. Bu ko'rasizlar, bu ko'rasizlar. Вообще zo'r yopadi. Yuzingizda yuzingiz shunaqa tiniqda turadi. Bu bez pudra qizlar. Buni o'zini ham ishlatsangiz bo'ladi, chunki buning ichida SPF ham bo'ladi. Mana qaranglar. Farqini qaranglar. Вот. Yarmini surdim, yarmini surib ko'rmadim. Lekin buni o'zini bazasi, o'zini pudrasi bilan ishlatsanglar, вообще идеальный tonalniy krem. Qizlar, keyin